Assalomu alaykum. Mana bugun biz Agriuz jamoasi Andijonda, Asakadamiz. Zuhriddin akaning issiqxonalarida. Zuhriddin aka bo'tga bodrin Fantina degan sortini ekkan ekansiz, Nongo Bio kompaniyasini. Bu qachon ekdingiz bodriningizni? Birinchi hosil qachon terim boshladingiz? 20-fevralda ekilgan. 20-fevralda ko'chatini ekkansiz. Martda Navro'zdan keyin uzishni boshladik-da. Ya'ni yana bir oy o'tgandan keyin hosilga kirishni boshlabdi, terim boshlabdi. Demak, bugun 7-may kuni bo'lsa, 40 kundan beri terim bo'layotgan ekanda. 40 kun, 40 kundan ham oshibdi unda, 45 kundan ham atrofida bo'ldi. Xo'p, bodrinni ko'ryapmiz, juda ham chiroyli holatda, hosillari yaxshi bo'lgan, hozir endi tepagacha chiqib qolgan holatda ekan, hamda har kuni teryapman dedingiz. Har kun terilayotgan holatda turibmiz. O'shanga e'tibor qilinglar. Bodriningiz, misol uchun, chiroyli juda ham, gullari bilan turibdi, yaltiroqligi, hammasi mana hosillari ham go'zal. Bozor nima deyapti Fantina? Hozir ichki bozorimiz mana shuni suyapti. Qirg'izistonga ham shuni olyapti. Bozorga yaxshi demak. Bozorga Bozorda turishi-chi buni o'zgandan keyin? Zo'r turibdi. Boshqa bodrinlardan farqi bor. Ustunligi bormi? Ustunligi albatta. Shuning uchun hammasiga biz bashib Fantina ekamiz. Necha yildan beri ekasiz Fantinani? Fantina O'zbekiston bozoriga kirgandan beri ekiladi. Oho, unda bilaman bir 15 yildan oshgan bo'lsa kerak. Qishin yozim bir xil sort. Barakasini bersin. Siz Fantinani fanat ekansiz unda. Qaranglar, mana asosiysi Fantina biz har doim aytamiz, original urug' olinglar deymizda. Hozir sababi bodring Fantina bozorda lider bo'lganligi uchun, eng ko'p sotiladigan bodring bo'lganligi uchun qalbaksi juda ko'pda bozorda. Shuning uchun har doim original olsa, mana originalni natijasi ham original bo'ladi-da. Shuning uchun qalbakilardan ehtiyot bo'lish kerak. Bizani dillarlarimiz bor butun O'zbekiston. Mana Andijonda Ulug'bek hoji aka borlar. Imini Ulug'bek hoji akadan olinadi. Shunaqa. Boshqa viloyatlarda ham gruppamizga kirsanglar, hamma dillarlarimizning nomerlarini yozib qo'yganmiz. Shu dillarlardan olsanglar, inshaalloh adashmaysizlar. Ishonchli urug', original urug', albatta natija ham shunaqa chiroyli bo'ladi. Mana 40 kundan beri uzilayotgan bodringni hali uzilmaganda turibdi-da. Odam havasi keladi. Juda ham yaxshi, hosili ham yaxshi, tovar ko'rinishlari juda chiroyli, go'zal. Har kungi hosilga juda ham yaxshi-da. Albatta, zo'r. Shunaqa biz o'zimiz ham hayron qoldik. Mana bugun ertalab teraman deysizmi har kuni? Har kuni ertalab terilayotgandagi qolgan holati-da bu. Har bir qatoriga kiryapmiz. Juda ham go'zal. Yana nima deysiz Zuhriddin aka, buni plus minuslari bormi bodringni? Sizga hozir kamchilik ko'rganimiz yo'q. Yetishtirish bo'yicha, agrotexnik bo'yicha tavsiya. Kamchiliklar yo'q, shu zo'r. Hali buni boshqa gibrid chiqqan yo'qda, buni ustunlik tomonini ko'rsatadigan biz uchun. Bundan ustunroq, Bundan hosili ko'p, bundan ustun tomoni chiqqan yo'q hali deb o'ylayman men. Yaxshi, barakasini bersin. Biz ham harakat qilyapmiz, o'zimizni firma bo'lsa ham yaxshirog'ini chiqarishga, lekin o'zimiz ham hali topmadik yaxshirog'ini. Shuning uchun tavsiya qilamiz, mana Fantina, Duragaya bodring, o'sha Koreyani Nongo Bio kompaniyasiniki. Ekinglar, foydalaninglar. Mana juda ham chiroyli, serhosil, ishonchli. Shu urug' olishda adashmasanglar, eng asosiysi, xudo xolasa hammasi bu yog'i ham go'zal bo'ladi, chiroyli bo'ladi inshaalloh. Zuhriddin aka, sizga rahmat, Alloh barakasini bersin. Juda ham go'zal bo'libdi. Alloh rozi bo'lsin. Qadamlarga hasanat. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat.